آنت اعتبار مز آنت افتخار مز آنت اعتبار مز آنت افتخار مز اتمشم تارخم شأن شوكتم سن من عزتم كوش قوتم من سنه سوق وراب كن سين آشري بو محبتم اتمشم تارخم شأن شوكتم sen mening izzatim ko'cha senga qasd etgan kishilarning tutilsin tillari bizga sen ajdoding qolgan nishon o'zbek tili. Hurmatli mehmonlar, bugungi ihtifolimiz tilimiz va madaniyatimiz to'g'risida befarq qolmay ijtimoiy tarmoqlar, ta'lim sohalari va xalqimiz orasida tilimizni yanada rivojlantirish maqsadida Balg'alining ayrim faol yigitlari tomonidan yo'lga tashlandi. Vaqtlaringizni ko'p olmasdan mahfilimizni bashariyatning dasturil amali Tangri taoloning muqaddas kalomi tilovati bilan boshlaymiz. Hurmatli inog'amiz qori sohib Muhibur Rahmondan istaymiz, ihtifolimizni bir necha oyat tilovati bilan mutabarrik etsinlar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق الله العلي العظيم. الهی قادر و پروردگارا رحم قل بندنگا ای کردگارا الهی ذات پاکین حرمتیدن ayirgin bizni shayton zahmatidan. Hurmatli qori sohib Muhibur Rahmondan dunyo bo'yicha rahmat. Hozir esa Saripul bilim yurtining ustodi hurmatli Puhanyor Shujouddin Hanif janoblaridan istaymiz, istech ortida kelib tilimizda bugungi vaziyatini bizlarga bayon etsinlar. نحمد الله ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الآية. Hurmatli mehmonlar, qadrli uzoq yaqindan kelgan ulug'vor, yosh ulug' va yosh kichiklar va aziz
kurashchan, jasur, tilsevar, qadrli yigitlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birinchidan 29 mezon o'zbek tili milliy kunini barcha o'zbek xalqiga, ayniqsa siz aziz hurmatli azizlarga muborak bo'lsin deyman. Ikkinchidan oyat-i mutabarrikaga tilovat bo'lindi. Alloh Mutaol Qur'oni Karimda shunday deydi: "Ey insonlar, sizlarni erkak va ayol qilib yaratdim va sizlarni turli tuman qavm va qabila milliyatlarga aylantirdim. Hadaf lita'arafu, ma'rifat uchun, tonish uchun va bilish uchun" dedi. "Inna akramakum indallohi atqakum." Biroq Alloh Mutaolning yonida eng afzal, ustun bilan kishi u muttaqi kishi, taqvoli kishi deganlar. Bundan belli bo'ladiki, hech bir qavm, hech bir milliyat, hech bir til boshqa millat, boshqa milliyatning ustiga ustun, afzal emas. Alloh Mutaolning yonida barcha milliyatlar, tillar, qavmlar teng haq huquqqa egadir. Biroq chi ajam bo'lsin, chi arab bo'lsin, Allohning yonida u kishi yaqinki taqvoli kishi, yaxshi inson bo'lsa. Bundan belli bo'ladi, har bir inson agar o'z qavm qabilasini boshqa bir qavm qabilasini ustiga ustun biladi, ashraf biladi, bu Alloh Mutaolning oyasini alayhiga to'xtagan kishi hisoblanadi. Agar biz o'zbek bo'lib tug'ilganmiz, yana bir inog'amiz tojik bo'lib tug'ilgan, bu bizni ixtiyorimizda bo'lmagan. Bu Alloh Mutaolning irodasi shunga ketgan. Shu uchun agar biz o'zbek tili va adabiyoti ravnaqiga, uning farhangi, madaniyatining rivojlanishi uchun talosh qilsak, biz Alloh Mutaolning oyatiga amal qilgan kishi hisoblanamiz. Shu uchun ham biz kelaylik o'zbek tili adabiyotini rivojlanishi uchun, taraqqiyoti uchun talosh qilishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Doim shior berganmizki, til har bir millatning huviyati, kimligidir. U endi qaysi shaklda til millatning huviyati va kimligi bo'la oladi? Mana shu ustiga qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Biz hammamiz bilamiz, bizning bobo ajdodlarimiz eng katta imperatorliklar, davlatlar, hukumatlar qurib kelgan. Chindan tortib to Yevropaga, bu tomoni to Hindistongacha, ko'k turklardan olib Amir Temur Kuragon, Zahiriddin Muhammad Bobur va Usmoniy imperatorliklari. Lekin bu yerda bir gap bor. Biz davlat qurish uchun ko'p talosh qilganmiz, lekin til va adabiyot uchun tavajjuh kam bo'lgan. Agar o'sha zamon adabiy til yaratilsa edi turklar ichida va adabiyot uchun talosh bo'lsa edi, bugungi jahon turklari bu darajada ayrilib ketmas edi. Ko'rasiz, birtasi o'zbek, bir millat qazzoq, qirg'iz, turkman, turk, Ozarbayjonga bo'linib ketganki, bir o'zbek bugun qazzoq tilini tushunmaydi. Bir qirg'iz, Uyg'ur tilini tushunmaydi. Bir turkman, Ozari tilini tushunmaydi. Garchan bularning hammasining rishasi bir. Garchan bularning hammasi bir oila, bir familiyadan chiqqan. Tushunmaganligining asosiy sababi biz o'sha zamon adabiy til ustiga zahmat qilinmagan. Ko'shki adabiy til yaratilsa edi, o'sha darborda, o'sha tilda istifoda bo'linsa edi, o'sha zamon bolalari o'z tillarida o'qisa edi, bitsa edi, bugun bilingidiki, na o'zbek, na qazzoq, na qirg'iz hammasi bir til teoragida aynilaydiki, turk tili baynal millaliy tillardan birtasi hisoblanadi. Ko'rasiz, chinoy til, rus tili baynal millaliy til hamma biladi. Garchi bular bir mamlakat, garchi bitta mamlakat tillari baynal millaliy til hisob bo'ladi. Turk tili 6 kishvardan ham ko'p va millionlarcha nufus bor. Hozirgacha baynal milliy til darajasiga yetmagan. Asosiy sabab shu. Ya'ni adabiy tilni joygosi juda katta.
hammadan muhim har bir millat uchun adabiy til va adabiyot ustiga zahmat qilish kerak. Shuning uchun ham mana hozir Puantunlarda o'zbek til adabiyoti bo'limlari, departamentlari mavjud. Yigitlarimiz kelsin, til va adabiyotini o'qisin, tarixidan, madaniyatidan, farhangidan boxabar bo'lsin. Bizlar da'vo qilamiz, Afg'onistonda 10 million o'zbek bor deb. 10 millionga yaqin o'zbek bor deb. Kelaylik, shu 10 million o'zbekdan necha mingi o'zbek tilida o'qiy oladi va yoza oladi? Mumkin 50 ming ham yetishmasa, bu ma'noki 100% o'zbek ham o'z tilini bilmaydi, o'qishni, yozishni bilmaydi degani. Bu shaklda o'zbek adabiy tili hech zamon rivojlanmaydi. Biz tariximizdan dars olishimiz kerak. Bu borada bir shoir qisqa aytib o'tgan, mana shuni men sizlar huzurlaringizga diklama qilaman, vaqtlaringizni ham ko'p olmayman. Til to'g'risida aytadi. Afsus unga kim tilni xor aylagay, begona til birla o'zni xaridor aylagay, qo'ymay nechukki o'z quli bilan ko'pinchalar, o'zni g'arib boshqani bodor aylagay. Yo'q o'zgadan gila o'zimiz tilni go'yo, 1000 bahona orqali sangsor aylagay. Bizning yozuvchimizki bo'lak til bilan yozib, bu tilni zor u xasta u afkor aylagay. Ko'plarcha tumtiroq bilan oila aro, angrezi yoda forscha guftor aylagay. Zohirda tilga ich kuyar hamma haqiqatan, savdoni boshqa til bilan bozor aylagay. Ey xalq, yemag'amki ulus istasa agar, hatman bu eski bog'ni gulzor aylagay. Shoyatki kimsalar topilar ona til seni, dunyo bo'yicha qaytadan jahondor aylagay. Tavjihingizdan katta rahmat. Hurmatli Puanyor Ustod Shijoatdin Hanif janoblaridan katta rahmat. Hozir esa barnomamizda bu bo'limida hurmatli Mavlosoy Nehmatullo Hanafiy janoblaridan istaymiz, stej ortida kelib bayon etsinlar. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. عزيز mehmonlar va mo'ysafid kishilar va javonlar, farhangiylar, donishmandlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Albatta bu menga joyi taassur buki nazar va sharoiti ki zih kelgan guzashtalarga va zamina musoid bo'lmagan va xotiri o'zbek tilini borasiga bir taxassus shaklida men tahsil qilgan bo'lsam va adabiyoti o'zbekini kam va haqquhu o'qigan bo'lsam va bilgan bo'lsam, albatta bu nazar va sharoit avzo va ahvoli ki o'sha guzashta vaqtlarga hokim ekan, bu zamina musoid bo'lmagan. Xudoga shukr ki bu javonlar ibtikor qilgan va xotiri rushd va taraqqiy shu o'zbek tili. Oy muborakay ki men sizlarni huzurlaringga o'qidim. Alloh taolo Qur'on azim shanga aytadi ki sizlarni tillaringda muxtalif va mutaaddid bo'lishligi, mutafarriq bo'lishligi va sizlarning rang va nijotlaring muxtalif va mutaaddid bo'lishligi bu bir nishona qudrati Parvardigor. Bu qudratni, ya'ni bu Parvardigorning qudratini dark qilish uchun bu bir aloma va nishona. Bas bundan ma'lum bo'ladi, bu oyat muborakadan ma'lum bo'ladiki, har kim o'z tiliga
o'z masalan o'sha nijodiga va o'sha farhang va istiloh adabiy baxshida masalan o'z tiliga barbud bo'ladi, o'shanga talosh qilsa, bu nima desa ekan, bu bir nishoniy qudrati Parvardigorki Alloh taoloni qudratini ko'rsatadi ki Alloh bunday bir qodir zot ekan, qudrat vola ekanki, bir tane masalan o'zbek xalq qilgan, bir tane tojik xalq qilgan, bir tane pashtun xalq qilgan va bir tane ham xo'p bir til degaga masalan marbut arab tiliga xalq qilgan. Bari surat, yana bu bir nishoniy qudrat Parvardigor. Alloh taoloni bas iymon keltirmagan kishilar mana shu mavridga boyat fikr qilsa-ki, xo'p bir zot bordiki, mana shu muxtalif tillarga mardumni xalq qilgan, mutaaddid tillarga mardumni xalq qilgan, muxtalif ranglarga qaror bergan, muxtalif nijod va muxtalif qavmiyatlarga qaror bergan, bu zot qodir zot bilan bunga iymon keltirishlik zarur. Faqat bu ki Alloh taoloni vahdoniyatiga va birtaligiga iymon keltirmak o'ziga daloil va aloma va nishonalari bor. Az jumla nishonalaridan bittasi mana shu tilni xo'p muxtalif bo'lishligi, bashariyat o'rtasiga va rang va nijod va qavm va po'sti masalan nimasi mutaaddid bo'lishligi. Shu asosga xo'p ijtimoiy bashariyatni o'rtasiga, ya'ni insoniyatni o'rtasiga, xususan musulmonlarning o'rtasiga o'sha ijtimoiy zamoni tuzaladi, adolat zamoni ta'min bo'ladi, barobarlik zamoni keladiki va har bir til egasi taraf muqobiliga bir qavm degani tiliga ehtirom izzat qo'yil bo'ladi. Hech kim boyat hech bir qavmda tiliga behurmatlik yo uni masalan haqir bilmasa, bu shar'iy gap. Xo'p, hadis muborak keladiki, xo'p hech bir shaxsiga bir tilga suhbat qiladi. Bir shaxsiga bir rang va nijotga Alloh taolo uni xalq qilgan. Buni masalan abadan bartariyat va yaxshiligi va tafavvuqi masalan taolisi bir tili degani ustiga va bir nijodi degani ustiga bu biduni bu ki xo'p bizlar taqvoni agar mad nazarga olmasak bo'lolmaydi, mumkin emas. Sirf me'yor masalan o'sha mehvari va istiloh xo'p bartari, ya'ni mehvari bu ki bir til egasi degan til ustiga yo bir nijod degan ustiga yo bir inson degan ustiga va bir musulmon degan ustiga Allohning oldiga izzat va ehtiromi dar surati bo'laladi, uni taqvosi bo'lsa. G'ayr az taqvodan boshqa narsa xo'p mehvar va istiloh me'yori imtiyoz bo'lolmaydi. Ya'ni shuning uchun Alloh taolo yana bir oyat muborakaga aytadiki, va mo arsalno min rasulin illa bilisoni qavmihi. Har bir payg'ambarda Alloh taolo yuboribdi, o'sha masalan payg'ambarda tili xo'p mutobiqi o'sha qavmini tili ekan. Ola agar dar suratiki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'sha qavmiki Jaziratul Arabga, Makka va Madinaga, Hijozga bor ekan, arabiy tilga suhbat qilayotgan Alloh taolo payg'ambarimizni ham arabiy tildan yibordi, to'yinki o'sha qavmni ya'ni tabliq qilalsin, o'sha qavmni da'vat qilalsin, o'sha qavmni bir joyga yig'ib islom diniga musharraf qaytarsin. Va o'tgan payg'ambarlarda ham shu raqam har bir payg'ambar o'z qavmini tiliga kelgan. Alloh taolo aytadiki, men hech bir payg'ambarni yuborgan emasman, magarinki o'sha payg'ambarning tili mutobiq va muvofiq qavmini tili ekan. Bas bundan ma'lum bo'ladiki, xo'p shu dinni taraqqisini mavridiga, dinni rushd berishligini borasiga tilda bir ahamiyat xosi bor. Har bir til. Olimunda bo'lmaydiki, bizlar kulli dunyoni keltirsak, bir tilga gapirtirsak. Masalan, hammasini aytsak, tamoman dunyo kelsin, xolos o'zbek tilga suhbat qilsin, bunday mumkin emas. Tamoman dunyo yig'ilsin, arabiy tilga suhbat qilsin, mumkin emas. Tamoman dunyo yig'ilsin, aytsinki, masalan, forsi va fashtu bir tilga suhbat qilsin, bu mumkin emas. Bunga din taraqqiy qilmaydi, natano taraqqiy qilmaydi, din keyin qoladi. Men masalan inglizga balad emasman. Bir xo'p muballig'i ingliz zabon menga qancha bayon qilsa men nima bilaman?
یا من همچنان بر مثلا بر صاحب بر تل دیگه بر قوم دیگه بارسم وست تلم که صحبت کنسم و قوم این تلم نمی تشنسم مثلا هر قنچ آیات ایته هر قنچ تفسیر ایته هر قنچ ترجمه ایته و نمی بلسم بس بناهن ضرور به خاطر هر بر مردم و مسلمان و جامعه و اجتماع و حاکملر و مأمورلر و عاملر کلسه اگر هر کمی که خاک لیده دین ترقی قلسه دین رشد قلسه فقط شو که هر قوم ده تلنه رشد برسه بناهن شروع چون خب من بو روزی که بو ازبیکی تل رسمی شکلگه خواب کلگن بو روزده البته یخش روز بله من مبارک روز بله من خواب من شو روزدن bizler tecrübe kılsak, tecrübe kılışlık manası bu ki uşa cavanlarımızda, kavimlerde, dostlarda xabuşanı ahamiyetinden ağa bulsa ve ağa kılsak ve bulsa ki zihinlerge tağir kese ve mesela tabdil kese ve bu tarihten bizler kılsak dinimizge hizmet kılgan bulsak ve dinimizde rüşt vergen bulsak ve bu tarihten adalet ve به اصطلاح برابرlik و بساوات جامعه تامین کلگم باشد بو که مهم بوده شنو چون خب بو جوانلری که بو مجلس ابتکار قلت الله تعالی بلرده خب کامیاب قیترسن و سعادت دین دنیا نصیب قسن و صلی الله تعالی علیه Sen uchun telpinar ko'ksimda yurak, sen uchun yaraldim ey buyuk millat. Oyoqing ostida bo'lmasam to'proq, bu cheksiz xijolat, bu jirkanch illat. Qilolmadim ta'zim ulug' sha'ninga, ming bir haqqing bo'ynimgadir qarz. Hadiya etkim kelar hayotim senga, kechir bechoraman, bu sengadir arz. Loyiq bo'lolmadim xizmatingga men, sharmanda qulingman ey mehribon el. Tarixing necha ming yillik hikoyat. Buni kim bilmaydi ey qahramon el. Hozir esa barnomamizda bu bo'limida Balg'alidagi Amir Alisher Navoiyning o'qitish markazining tarona temidan hurmat bilan istaymiz. Tanlagan taronasini kelib bu yerda ijro etsinlar. Ulug' Tengri taolo oti bilan hamd sanolar bo'lsin munji bashariyat olamga. 29 mezon o'zbek tili va milliy kunini butun turk millatga qutlug' bo'lsin deb va bu munosabat uchun tayyorlangan guruhi taronamizni huzurlaringizga o'qib beramiz. Ona tili taronasi. Ona tili e'tiborimiz. Ona tili iftixorimiz. Ona tili e'tiborimiz. Ona tili iftixorimiz. O'tmishim, tarixim, sha'nu shavkatim, sen mening izzatim, kuch quvvatim. Men seni sevgiga o'rab, kun sayin oshiray bu muhabbatim. O'tmishim, tarixim, sha'nu shavkatim, sen mening izzatim, kuch quvvatim. Men seni sevgiga o'rab, kun sayin oshiray bu muhabbatim. Ona tili e'tiborimiz. Ona tili iftixorimiz. Ona tili e'tiborimiz. Ona tili iftixorimiz. Ona tili biz mudom xizmatinga shay, ravnaqing yo'lida mehnatinga shay, keng jahon ahliga tanitib seni, sen bilan so'zlashib suhbatinga shay. Ona tili biz mudom xizmatinga shay, ravnaqing yo'lida mehnatinga shay, keng jahon ahliga tanitib seni, sen bilan so'zlashib suhbatinga shay. Ona tili e'tiborimiz. Ona tili iftixorimiz. Ona tili e'tiborimiz. Ona tili iftixorimiz. Bir jahon minnatdorman eshitganlaringizga. Farhangchilik shonli ilm boyligidir. Bu ezgi amal elga bilim boyligidir.
Jonon dudog'im g'uncha desam ayb etmang, turkona g'azal yozish tilim boyligidir. Balg'aldagi Amir Alisher Navoiyning o'qitish markazini tarona temidan dunyo bo'yicha rahmat. Albatta chiroyli va yoqimli tarannum etdilar. Hozir esa Bashir Ahmad janoblaridan istaymiz, istich ortida kelib o'z maqolasini o'qib bersinlar. Ulug' Tengri taolo oti bilan hurmatli ulug'vor mehmonlar, qadrli yosh ulug' va yosh kichiklar, ijozalaringiz bilan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Men ham o'z navbamda 29 Mezon o'zbek tili milliy kunini munosabatini bilan bir qit'a she'rini huzuringizga diklama qilaman. Hamisha olg'a bor. Tiriklik odam uchun kel sen o'zda odam bo'l. Tiriklik odam uchun kel sen o'zda odam bo'l. Agarda odamisen odamiga hamdam bo'l. Ta'arif ele sevinch yorali yuraklarga, ta'arif ele sevinch yorali yuraklarga, va yoki soddacha bir kulgu bir lamarham bo'l. Bahor bo'l bu chamanda, keto ko'karsin gul. Bahor bo'l bu chamanda, keto ko'karsin gul. Yuqirsa hadaqal tomchi tomchi shabnam bo'l. Shishinma o'zdaki man ushbu kun falon kas deb, shishinma o'zdaki man ushbu kun falon kas deb, tutayki etsa boshing ko'kka ham biroz ham bor. Qarash o'zingga kesog'lik agarchi ne'matdir, qarash o'zingga kesog'lik agarchi ne'matdir, vali ko'pincha bilim birla boyu bardam bor. Har anjumandaki olim kishi etar taqrir, har anjumandaki olim kishi etar taqrir, butun vujud bilan tinglamak uchun dam bor. Xulosa shulki qo'ling bo'lsa il aro ustun, xulosa shulki qo'ling bo'lsa il aro ustun, hamisha olg'a tomon boqu yo'lda mahkam bor. Hamisha olg'a tomon boqu yo'lda mahkam bor. Tavajjuhlaringizdan katta rahmat. Hurmatli Bashir Ahmadjondan dunyo bo'yicha rahmat. Hozir esa Abdulbosit Yurtsevar janoblaridan istaymiz, til haqida tayyorlagan maqolasini kelib o'qib bersinlar. Ey vatan guldek ochil gul ulzaringni ko'ray. Ey vatan guldek ochil ulzaringni ko'ray. Bo'lmagin hargiz xazon doim bahoringni ko'ray. Bo'lmagin hargiz xazon doim bahoringni ko'ray. Ittihodu ittifoqu vahdatu birmashmalik, ittihodu ittifoqu vahdatu birmashmalik, ushbu kunga o'xshagay doim bahoringni ko'ray. Ushbu kunga o'xshagan mahfilni men doim ko'ray. Ulug' Tengri taolo oti bilan aziz, hurmatli ustozlar va bilim yurt ustozlari, mehmonlar va yurtdoshlar, farhangsevar va ilmsevarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va taala va barakatuh. Birinchida 29 Mezon oyining o'zbek tili milliy bayram kunini barchalaringizga chin ko'ngildan qutlug' bo'lsin deyman. Va ikkinchida buni aytishim kerakki, bu mahfilni, ehtifolni yo'lga taylamoq uchun Balg'ali yigitlaridan va buni munosabati 29 Mezon o'zbek tili milliy bayram kunini rasmi bo'lishi uchun buni ibtido qilibdi va hurmatli mehmonoyki bilim yurtlaridan birlarga tashrif keltiribdi. Bulardan men katta minnatdorchilik bildiraman. Biz bugun bu ehtibolimizning bir buyuk ne'matni xalqimizning eng azizini ega bo'lgan kunidir. Ulug'lash uchun va birlashgan kunidir. Bu tilimizning qudrati, bu millatimizning borligi va boyligi va tarixga ega bo'lgan kunidir. O'sha uchun bu kun bir ro'za oddiy emas. O'sha uchun ki bizni birlashtiruvchi va saqlashtiruvchi bu ona tilimizdir.
Ana shu uchun bu til bobolarimizdan bizlarga merosdir va farzandlarimizni bizga amonatidir va ko'ngillarimizni bizga eng bo'lgan sadolari ko'rgan kuni deb tutiladi. Umuman aytganda turklar ayniqsa o'zbek xalqiga bog'liq tanqi va porloq simolarining jahon bo'yicha ilmiy, farhangiy, siyosiy va ijtimoiy bo'limlarida va qilgan xizmatlarini hech kim va hech bir kishi bundan munkir bo'la olmaydi. Va o'tgan zamonlarda turklar, g'aznaviylar, boburiylar va timuriylar va qaraxoniylar va yaftarilar va kushoniylar qurgan tantanali imperatorliklar va ular ijod etgan porloq madaniyatlarning na yolg'iz o'lkamiz Afg'oniston, balki butun tarixning jahon xazinasining boy etib va uning qalbida sabt bo'lgan millatning ilm, farhang, siyosat va boshqa bo'limlarda bori kuchdir. Qobiliyat va ustunligi bu tilni barchaga isbotlangandir. Va o'sha uchun biz bugungi sharoitda Afg'oniston turklari, Afg'oniston o'zbek xalqi to'yinki shu tilimizni asrash uchun birga boyat harakat qilsak, bu tilimizni, tariximizni, huviyatimizni asrash uchun boyat birga harakat qilishimiz kerak va yigitlarimizni boyat tashviq targ'ib qilsak, to'yinki bilim yurtlariga borib bu arsaga tahqiq qilsalar, to'yinki xizmat va jamoa qilsa, din qilsa, mardumiga xizmat qilsa, yigitlarimizni boyat bizlar tashviq qilsak, to'yinki bilim yurtlariga borib anjumanlar tashkil bersa, qariyalarga anjumanlar tashkil bersa va tujorlarimizdan bizning istagimiz shuki, boyat shu shoirlarimizning va degan nimalarda boyat asarlarini chop etishi uchun bular boyat hamkorlik qilishi kerakdir. Diqqatlaringizdan katta rahmat. Ona til bilgan kishining izzatin qilgim kelur. Ona tilni og'zidan oltin berib olgim kelur. Onaga bo'lsa muhabbat, ona tilda so'zlashar. So'zlagan har bir kishining hurmatin qilgim kelur. Ona til qancha cho'chiksang har so'zingda boli bor. So'zlaringni tutiyodek ko'zimga surtgim kelur. Kimki yozsa ona tilda bir qator shirin so'zin, qalamin ko'zimga surtib, qo'llarin o'pkim kelur. Ulug' Tengri Taolo oti bilan men Shamsiddin Hafizi Saripul bilim yurti o'zbek tili va adabiyot bo'limi talabasiman. Hammamiz bilamiz, til bizning kimligimizni, huviyatimizni va bizim dunyoda borligimizni tanitadi. Demak, 29 mezon o'zbek tili milliy kunini chin ko'ngildan barcha o'zbek xalqiga qutlug' bo'lsin deyman. Umid qilamanki, Afg'oniston o'zbek xalqi o'z tili va adabiyotini ravnaqiga o'z hissasini qo'shib, o'zbek tilini o'rnini ko'klarga ko'tarsinlar. Tavajjularingizdan rahmat. Vaqt ozligi uchun barnomamizda sho'rga bitiramiz va qolgan do'stlardan uzr tilaymiz. Shunchani bilishimiz kerak ekanki, til tanho mutaxassis va ustozlarga, bilimli insonlarga tegishli emas ekan, balki oddiy xalqimizga tegishli ekan. Til egalari, ya'ni oddiy xalqlarimiz ekan. Bular bozorga telefon raqamlarini yoki shumora telefonlarda aytishga, bir-biriga mesej payom yozganlariga agarda o'zbek tiliga yozsa, til o'zidan o'zi kuchayib, rivojlanib ketaverar ekan. Mana shu gaplarni ko'zga tutib, inshaalloh bundan keyin tilimizni kuchlantirishiga va yuksaltirishiga harakatlar qilamiz. Hozir esa barnomamizda adog'iga hurmatli Qori Soyib Shikib janoblaridan istaymiz, duoya bilan bizni bugungi barnomamizda bitirsinlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamadan va dirrob. Hamalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuhu. Men ham o'z navbamga biroz
خب 29 mezon ro'zini o'zbek tilini hop tonilgani uchun hop bu mahfilga ishtirok qildik. Chin yurakdan bu ro'zda tamoman o'zbek hop milliyatiga va xususan hop o'zbek adabiyotlarini sevar, o'zbek adabiyot sevar kishilariga hop chin yurakdan qutlug'layman. Va oxirgi duo qilamiz. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Alloh taborak va taolo butun Afg'onistonga bir amniyat va oromlikni keltirgan, poyador va baqodor aylantirsin inshaalloh taolo. Va Alloh mutaol tamoman milliyatlar ki Afg'onistonga yashaydi, hammasiga Alloh mutaol obro' va izzat va haysiyatlarini hifz qilsin. Allohumma wasilna ila jami'i maqasidina va matalib khairina va tub alayna innaka antat tawwab.